Yana NT09. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz kuzatib boruvchilarimiz. Mana stenddan tushirdim. Tana. Va xolasi zo'r apparat yasadim. Iminni mashina remont qilish uchun. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa mototsiklarni ham remont qilishga yaraydigan приспособление yasabman. Xudo xolasa ancha epaqaga kelib oldik. Tak. Bo'lgan ish ramani svalka qildik. Joyiga o'rnatib qo'ydik. Hamma teshi-teshiklari kraska ham qildik. Teshi-teshilar hamma joy-joyiga keldi. Hammasi oq svet ketdi ana. O svet keldi ana. Xullas kalom. Endi buni elektrika boshqa mayda-chuyda ishlarini qilish kerak. Buni endi xudo xolasa qolgan ishini motozonga olib borib beramiz. Meni ishim xudo xolasa shu bilan yakun topdi. Endi yurganida ko'ramiz nima bo'lar ekan. Xudo xolasa Davronboyga kuch-quvvat bersin Allohim. Yig'ib cho'tki qolsa, xudo xolasa cho'tki mototsikl bo'ladi.